Всем assalomu alaykum. Do'stlar, yaxshimisizlar? Kayfiyatingiz yaxshimi? Meni kayfiyatim yaxshi, Allohga shukr. Faqat uyquga ozgina to'ymadim. Kamroq bo'ldi. Kecha kelganim uchun. O'zi anchadan beri uyqum shunaqa normada emas. Vaqtida ovqatlanmayman, vaqtida uxlamayman. Rejim yo'q bizada. Konsert yaqin bilasizlar, tayyorgarliklar juda ham ko'p bo'lyapti. Xo'p, mendan ko'pchilik so'rashadi, yuzingizni qanaqa qilib parvarish qilasiz deb. Odatda har doim tanonkalar surasiz, makiyajda yurasiz, lekin sizga ugrilar chiqmaydi, ajin yo'q, yuzingiz oppoq, hech qanaqa dog'lar yo'q deyshadi. Yuzimni doimo tabiiy narsalar bilan parvarish qilaman. Tuxum sarig'i, damashni tuxumi sarig'i surib qo'yasizlar, qotadi. Haftada 2 marta zubnoy pastada yuvaman. Oqartiradi, ugrilardan xalos qiladi. Po'ralanchidagi kirlarni chiqaradi. Menga yaqinda mana bunaqa narsa berishdi, Xitoydan kelgan. Hozir buni birgalikda raspakovka qilamiz.